هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 13. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Nisa 13. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Yani şula yani Allah bendilerinin amel qilish uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkamlar Allah'ın qonunlaridir. Kimiki Allah'a ve onun payg'ambariga itoat qiladi ekan, Allah uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu çoğun muvaffaqiyat qazanışdır. Kimki Allah'a ve payg'ambariga osiylik qilib, Allah'ın qonunlarining sirtiga chiqib ketadigan, Allah uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Miros to'g'risida haddidan eshib ketgan kishilarga berilgan ogohlantirish to'g'risida. Yani şula yani Allah bendilerinin amel qilish uchun belgilab berilgan yuqoridagi ahkamlar Allah'ın qonunlaridir. Yani Allah Teala'nın mirasxo'rlarga ularning o'lgan kishi bilan bo'lgan urug' tuqqanchilik munosabatiga va ularning malga bo'lgan ehtiyojiga qarab belgilagan bu yani töttün birini aladı, altıdan birini aladı, digenge o'xshash o'lchamlar Allah Teala'nın belgilemeleridir. Sizler bunundan işip ketmenglar ve chetnib ketmenglar. Kimiki Allah'a ve onun payg'ambariga itoat qiladi ekan, Allah uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. Ya'ni hiyla makra yo'li bilan ba'zi mirosxo'rlarga tegishli bo'lgan nasibasidan ortiq bermaydi yoki uningdan kamaytib o'tmaydi. Kimiki Allohga va payg'ambariga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Allah uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'ichi azobga duchor bo'ladi. Ya'ni uning mundaq azob bo'lishi va osiylik qilib Alloh taolaning hukmini o'zgartirib o'tganligi va Alloh taolaning hukmiga qarshi chiqqanligi uchundir. Shunga Alloh taolo uning qattiq azob, ya'ni xorlash jazosini berdi. İmam Ahmed Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Haqiqatan bir kishi 70 yil yaxshi ishlarni qiladi. Ondan u vasiyat qilganda vasiyatida zulm qiladi. Shuning bilan u kishiga uning shu yomon ishi bilan muhr besiladi. Yoki uning ajli shu yomon ishni qilganda tugaydi. Şunun bilen o kişi do'zaxga kirdi. Sheksiz bir kishi 70 yil yomon ishlarni qildi. Ondan vasiyat qilganda vasiyatida odillik qildi. Ondan o kishi uchun uning yaxshi ishi bilan muhr besildi. Yoki uning ajli shu yaxshi ishini qilganda tugaydi. Shuning bilan o kishi jannatga kirdi. İmam Ahmed mundaq dedi. Ondan Abu Hurayra radıyallahu anhu
agar xohlasanglar Alloh taolaning kimiki Allohga va payg'ambariga osiylik qilib Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi, xo'rlig'icha azobga duchor bo'ladi degan oyatini o'qinglar dedi. Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan bir kishi yoki bir ayol 60 yil Allohning ibodati bilan bo'ladi. Ondan ular ajli to'shqanda mirosxo'rlarga qilgan vasiyatida ziyon yetkazadi. Shuning bilan ikkisiga do'zax vojib bo'ladi. Abu Davud mundaq deydi. Ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhu menga Alloh taolaning kimiki Allohga va payg'ambariga osiylik qilib Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi, xo'rlig'icha azobga duchor bo'ladi degan oyatini o'qib berdi. Ayollaringlardan fahisha qilganlarni isbotlash uchun oranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. Aranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fahisha qilsa, ularni ayıplanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Allah tavbani bekmi qabul qilguchidir, to'limi mehribondir. Fahisha qilgan ayolni uyda tutib turishga buyurilganligi, ondan bu buyruqning amaldan qoldirilganligi to'g'risida. İslamning dastlabki mezgillardagi hukm bir ayol fahisha qilsa, uning fahisha qilganligi adil fakit bilan isbotlansa, u ayol uyda solab qo'yiladi ve ayol uydan taki o'lgichilik chiqolmaydi. Shuning bilan Alloh taolo mundaq dedi: Ayollaringlardan fahisha qilganlarni isbotlash uchun aranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li bergan qadar ularni uyda tutinglar. Alloh taolaning ularga bir chiqish yo'li berganligi bu hukmni amaldan qoldirib o'tishidir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: Burun hukm hatta Alloh taolo Nur suresini nozil qilguchilik shundaq, ya'ni yuqorida so'zlangandek edi. Ondan Alloh taolo qamchilash yoki chalma kesak qilish hukmini yo'lga qo'yish bilan yuqorqi hukmni amaldan qoldirdi. Shuningdek Ikrima, Said ibn Jubayr, Hasan, Ata Horasani, Abu Salih, Qatada, Zaid ibn Aslam va Zahhak qatorliqlarning sheksiz u, ya'ni bu hukmni o'z ichiga olgan oyat amaldan qoldirilgan deganligi rivoyat qilindi. Bu oyatning amaldan qoldirilganligi birlik kelingan masaldir. İmam Muslim ve başka imamlar u Beda ibni Samit'ten Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar mendan bu hukmni ilib olinglar. Mendan bu hukmni ilib olinglar. Haqiqatan Alloh taolo fahisha qilib qolgan ayollarga bir chiqish yo'li berdi. To'y qilmagan er bilan to'y qilmagan ayoldan birisi fahishvozlik qilsa, uning jazosi 100 qamchi urush ve 1 yil palashdir. Hozirgi zamonda turmalarga tashlisimi bo'laverdi. To'y qilgan er bilan to'y qilgan ayoldan birisi fahishvozlik qilsa, uning jazosi 100 qamchi urush ve chalma kesak qilishdir. Aranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fahisha qilsa, ularni ayıplanglar. İbn Abbas radhiyallohu anhuma ve Said ibn Jubayr ve
u ikkisidan boshqalar mundoq deydi. Ayiblash, tillash, so'kish va oyoq bilan urush orqali bo'ladi. Bu hukm hatto Alloh taolo fohishni qamchilash yoki chalma-kesak qilish hukmi bilan amaldan qoldirganga qadar davom qilgan edi. Mujahid mundoq deydi. Bu oyat bachchivozlik qilishga ikki er kishi to'g'risida bachchivozlik qilishgan ikki er to'g'risida tushgan. Abu Davud İbn Abbas radıyallahu anhumadan Peygamber aleyhisselamның mundoq deganligini rivoyat qiladi. Sizlar Lut aleyhisselamның odamlarining ishlarini qilayotgan, Lut aleyhisselamның odamlarining ishlarini qilayotgan bir kishini ko'rsanglar, ya'ni bachchivozlik qilayotgan bir kishini ko'rsanglar, qilg'uchinimi va qiling'uchinimi o'ltirib o'tinglar. Ular tavba qilib tuzalsa, ya'ni bachchivozlik qilib qolganlar qilgan ishlaridan yansa va tavba qilib o'zlarini tuzatsa, ularni kechiringlar. Ya'ni uningdan keyin ularni ayblamanglar. Chunki gunohiga tavba qilgan kishi gunohi yo'q kishiga o'xshaydi. Allah tavbani bakmi qabul qilg'uchidir, to'limi mehribondir. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda mundoq deb bayon qilingan. Sizlarning biringlarning dediki, fahishi qilgan bo'lsa, uni qamchilasin, lekin uni ayblamasin. Ya'ni uningga belgilangan jazoni bersin. Jazolab bo'lgandan keyin uni qilgan ishi uchun ayblamasin. Chunki uning berilgan jazo uning qilgan gunohini yuydi. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nadonlikdan qilib selib, ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Davomliq yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chaqda endi tavba qildim deguchilarning tavbasi va kofir peti o'lguchilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim deguchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ayni shularga qattiq azob tayyorladik. Jon halqumga yetishdan burun tavba qilingan tavbaning qabul bo'ladiganligi to'g'risida. Jon halqumga yetishdan burun tavba qilingan tavbaning qabul bo'ladiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda bir gunohni nadonlik bilan qilib qo'yib, ondan jinini oladigan farishtani ko'rishdan burun, ya'ni jini halqumiga yetishdan burun tavba qilgan odamning tavbasini qabul qildiganligini bayon qiladi. Mujahid va uningdan boshqalar mundoq deydi. Alloh taologa qasdan yoki savanlik bilan osiylik qilib gunoh o'tkazgan kishining hammasi u gunohdan yong'icha nadonlik qilguvchi hisoblanadi. Qatada Abu Aliyaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari bir bandining qilib solgan hamma gunohlari nadonlik bilan qilganlik hisoblandi dedi. Abdurrazzaq mundoq deydi. Ma'mar menga Qatadaning mundoq deganligini bayon qilib berdi. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari birdek alda qasdan qilgan yoki savanlik bilan qilgan hamma gunoh nadonlik bilan bo'lgan bo'ladi deb qarashdi. Yana uningdan boshqa nurg'unlagan olimlardan bu ma'noni ifodalaydigan so'zlar rivoyat qilindi. Ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Bu oyatning ma'nosi to'g'risida Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi gunoh qilgan vaqti bilan o'limga mas'ul farishtani ko'rgucha bo'lgan orliqda tavba qilsa deganlik bo'ladi. Boshqa olimlar bu haqda o'zlarining qarashlarini o'tirib qo'ydi.
Bu qarashlarning asosliq mazmuni gunoh qilgan kishining o'lib ketishdan burun tavba qilishidir. İmam Ahmad ibn Umar'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Haqiqatan bandining jini uning halqumiga kelib qolmaganlar bo'lsa, Allah Taala o bandining qilgan tavbasini qabul qiladi. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ammo qachonki hayotdan umidini uzsa, farishtani ko'rsa, can halqumiga yetgan va meydisi siqilgan chaqda qilingan tavba qabul qilinmaydi. Davomliq yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chaqda endi tavba qildim degichilarning tavbasi qabul qilinmaydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Ular bizning azobimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga shirik qilgan butlarni inkor qildik dedi. Bizning azobimizni ko'rgan chaqda aytgan iymonning ularga foydasi bo'lmadi. Bu, ya'ni azobni ko'rganda aytgan iymonning foydali bo'lmasligi Allohning bandalar orasida tutgan yo'lidir. Bu chaqda kafirlar ziyon tortquchi bo'ldi. Shuningdek, Alloh Taala kun g'arbdan chiqib bo'lgandan keyin yer yuzidagi kishilarning qilgan tavbasini qabul qilmaydiganligiga hukm qildi. Bu vaqtda Alloh Taala mundaq deydi: Rabbingning ba'zi alomatlar kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshilik qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zinglarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutimiz degin. Ve kafir peti ölgücülerinin tevbesi, yani ölüm oldida iman ettim degichilarning imani qabul qilinmaydi. Yani kufr, shirkligi ustida o'lgan kafirning qilgan pushaymini ve tevbesi onunğa asqatmaydi. Ve zimin to'shqicha fidya basimu onundan qabul qilinmaydi. İbn Abbas radıyallahu anhuma Ebu Aliye ve Rabi ibn Anas qatorliqlar mundaq deydi. Bu ayet müşriklar haqida tushgan. İmam Ahmad Usama ibn Salmanning mundaq deganligini rivoyat qildi. Abu Dar kishilarga Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini so'zlab berdi. Bir bandining jini mushriklik holatida chiqib ketmasa, Alloh Taala uning tavbasini cho'qim qabul qiladi yoki uning gunohlarini kechirdi. Shunga Alloh Taala mushriklik holatida o'lganlar to'g'risida mundaq deydi: Ayni shularga qattiq azob tayyorladik. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Nisa surasi 18-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.